Assalomu alaykum hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana bu mashinamiz mana 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Buni mana xudo xolasa tortish jarayonlari boshlandi. 6000 yurgan Cobalt oldidan urilgan, orqasidan urilgan. Xudo xolasa buni tortish jarayonlari boshlandi. Kimda shunaqa pachaq avariyali mashinalar bo'lsa, sotib olamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Telefonlarimizni yozib qoldiramiz. 90lik 632 81 23, 99lik 632 81 23. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida turamiz. Bu qanotini kecha gaplashib kelganmiz. Radnoy krilo topdik. Radnoy krilo qo'yamiz bunga orqasiga. Va bu tomonlarni ham mana tortib xolasi joy-joyga keltiramiz. Lanjironda bu kuyilganlar bor edi. Bu tomonga ketganda ancha tortib qo'ygancha. Xohlasa buni ham joy-joyiga keltirib terib beramiz. Bu mashinani o'zimiz Samarqand viloyatidan sotib olganmiz. Samarqanddan olganmiz buni mashinani.